Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Bizni juda yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar, xudo xolasa mana yana yangi bir obyektimizni boshladik. Tomga penalonbos quyish jarayoni. Faqat bu ishimizcha boshqacharoq qildik. Mana strapl qoqilgan, shipr qoqilgan ustiga. Ko'rib turibsizlar, material tashab, shunday holatda quyapmiz. Hamma yo'g'imizni bir qator tevaga olib, tayyorlab. Shiprning ustiga shunday material yozdik. 6-7 cm qilib quyib ko'rmoqchimiz. Natijasini xudo xolasa yaxshi bo'ladi. Hozir mana bir qator yengil quyib bitta ko'rsatib beramiz. Kompressor ishlamadimi? Mana hozir bu mahsulotimiz tarkibini ko'rib turganingizdek, gips mana suv quyilgan, sement qo'shilyapti. Bu apparatimizda mana penas chiqyapti. Uni aralashmas quyulaveradi. Iloji boricha qo'yroq qilib quyamiz. Shiprda suv kulomimiz bor, bir 40 cm bir tomonga. Shu yaxshi izolyatsiyani issiq sovuq tushish uchun shu nimadan foydalanib ko'rmoqchi bo'lyapmiz mana. Xo'p, aka-ukalar, bizni kuzatishda davom eting. Xudo xolasa bitgandan keyin yana bitta chiroyli qilib video qilib olib boramiz. Ko'rib turganlaringiz shuni holatda ham shunaqa joylarga ham quysa bo'laveradi. Mana bir quyib bo'ldik bu joyimizga ham. Bekka quyishimizning maqsadi shu, mana strapl qoqilgan, rayka, shipr qoqilgan. Shuni ustidan biz penalonbos quyib yubordik. Bundan quyish maqsad shu izolyatsiya issiq sovuq tushish. Yozda molxonaning usti bu joyimiz hozir. Yozda shu issiqni o'tkazmaslik, qishda ham keyin ham letni ham zimniy molxona bo'lgan, atrofini o'rab shunda bir qishda ham nimani ushlaydi ham bu issiqni ushlash maqsadida qo'yildi. Tagida loy suvoq yo boshqasi yo'q. Shuning uchun shipr ustidan quyib yubordik. Iloji boricha ukulonni ham chiqarib, suv ketadigan qilib. Ko'rib turibsizlar, quyib bo'lgan joyimiz ustida bemalol yuribmiz. Hamma instrumentlarimiz boshqamiz ustida. Qattiq bo'lib, zo'r bo'lib chiqdi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Bizning manzil Farg'ona, vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab quyib beraveramiz borib.